Eshitgan oxirigacha gaplarim to'g'ri bo'lsa, to'g'ri, meni hayotimda ham bo'lgan, bor hozir ham shunaqa deb yozib ketasiz, xo'pmi? Atrofimizda shunaqangi ba'zi bir insonlar borki, doim yonimizda u insonlar. Bizdan uzoqlashmaydi. Endi alam qilgani, u insonlar bizni doim xato kamchiligimizni topishga harakat qilishadi. Bizni ayblashadi. Bizdan noligan to'xtamasdan. Aybdor biz. Eng alam qilgan tomoni, ular bizni yoqtirmaydi o'zi. Nima sabab, uni tushunmaysiz. Yoqtirishmaydi, lekin yonimizda. Uzoqlashishmaydi. Nimaga ba'zi bir insonlar shunaqa, o'zini hayotini unutib qo'yib, atrofidagi insonlarning hayotiga qiziqadi. Yoqtirmagandan keyin nima qiladi u inson yonida? Xo'p, mayli yomon inson bo'ling siz. Aybdor bo'ling u uchun. Lekin sizni bizni atrofimizda nima qilishadi? Bizni yoqtirishmagandan keyin bizdan uzoqlashmaydi. Bir asabingiz buziladi, bir kulgingiz keladi.